Shundoq manzarali dachangiz bor. Sizga nima qoldi muhim aytaymi? Mana bunday manzarali joylarni qilib qo'ydingiz. Yozgi oshxonaga qiynalisizmi o'choq qozonga? Sizga zo'r yechim bor. Mana bunday yozgi oshxona. Asosiy ayollarga kerakligi eng muhimi, sal yaqinroq yo'laysiz operator. Hop, bu yerga 50 litrli qozon bo'ldi. 16 litrli qozonimiz, 22 litrli qozonimiz, 4 komfortli gazimiz bo'ldi. Yoqib tayyor ko'ramiz mana. To'klargacha ulab tayyor propanga. Hop, tagini polka qilsa ham bo'ladi. Hop, bu yerga 1,5 metrli zakotovishni joy. Eshikdan kirib chiqishga udobniroq. Xalaqit bermaydigan qilib, qo'ldan avanni qilib berganmiz. Mo'ykamiz bo'ldi. Sagaga pochoq-mochoq qo'ygani. Qo'llata chipurgini qo'ysa bo'laveradigan joy. Mana suvlarimiz qaynashib ketib qoldi. Mana yoqqanmiz. Xudo xolasa ko'rsatib o'tasiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana tortini Xudo xolasa o'ta yengil tortini qo'yishingiz mumkin. Qozonga ham o'tkazishni ko'rsatib qo'yasiz. Mana buni yoqmaganmiz. Mana yoqilmagan holatda. Ko'rsatib qo'ying, bunga ham yoqilmaganini. Eshiklar ochib qo'yasiz. Mana 22 litrligimiz suvimiz ham qaynashga kelib qoldilar mana. Xudo xolasa butuni mo'tadil. Bunga holatni ko'rsatib o'tasiz. Hop, ko'pchilik aytadi, nimaga agniporni urmaysiz deydi. Agniporni urganimiz bilan ming tutuni tortgani bilan ichidagi alangani tortib keta olmaydi. Mana ichiga tutuni tortib-yu, mana issiqdagi alangani tortib keta olmaydi. Agniporni qorayib qoladi. Shuning uchun biz agniporni urmaymiz. Agnipornini keyin tozalasangiz titilib xunugi chiqib qoladi. Shuning uchun kafil terib o'lchadi. Kafilda atlat ishlatsa bo'laveradi. 3 tasini murs piramida qilib qo'yamiz, tevadan chiqib ketgan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamga murojaat qilishingiz mumkin. O'zbekiston, Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiyagacha xizmatlarimiz bor. Albatta narx kelishadigan holatda. Yo'qsa like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Saqlanib qo'ysani, bundan da qiziq ma'lumotlarni ishlarimizni videoda qo'yib o'tganmiz, storiyamizda ko'rsani. Pechka, mangal, o'choq, pitsa tandir, nimaki dimoxod sohasida bo'ladigan bo'lsa, hammasini qilib beramiz. Albatta narx kelishadigan holatda. Bizni kuzatib boring. Shunaqa chiroyli ishlarimizni qo'yib olamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.